Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugungi U dialog programmasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarning riyosatchi Kavsar Kurash. Bugun shu bizning o'rtasidagi Qozog'istondagi Uyg'ur madaniyatimizni ko'tarib minayotgan Nag'orsnay orqali muzikalarni chapni Yuksal guruhni qurg'uvchisi Nazim Abdurim. Xush kelibsiz Nazim aka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchlikmi, omonmisizlar? Qozog'istondan yoqimli salom va ali ehtirom. Alaykum salom. Tamam, shu o'zingizni bizning program ko'rayotganlarga sizni to'liq yüz bunda kimligini bilmaydigan, guruhingizni bilmaydigan, azoq tunishtirish orqali tarixingizni qisqa so'zlab bersangiz. Bo'ladi, men o'zimni tunishtirib aytay, beshida. Mening ismim Nazimjon bo'ldi, Nazim Abdurim. Men 36 yoshda Olmaotada tug'ilib, o'sib, shu cho'ng bo'lib, hozirgacha shu Qozog'istonda Olmaotada yashayapmiz. Yuksal guruhniki rahbari bo'laman ham chalg'uchi. Shunaqa. Yuksal guruhniki qurilishini asos so'zlab bersangiz. Siz qanaqa muzikaga qiziqib qoldingiz? U kichigingizdan qiziqib chavotgan narsami yo o boshqa narsa qiziqib orqali bunda muzikaga kirib qolgan yo bo'lmasa keyinroq paydo bo'lgan qiziqishmi? O qiziqish bir albatta o qiziq savol menimcha, chunki men o'zim bizniki guruhida faqat men o'zimma yolg'iz kasbiy sazanda emas. Kasbiy sazanda emas degan so'zi demakchi academic education, music academic education meningda yo'qchi. Kasbiy sazanda emas. Men o'zim injenerlik, energetik ham qurilishchi. O'zim shu bachelor, master o'qib, kariyer qilib, o'zimniki kasb ishlayotgan kasb va xizmat boshqa shu injenerlik. Ammo shu student vaqtidan, mutalib vaqtlardan shu Uyg'ur madaniyatiga, Uyg'ur tarixiga ham san'atga, muzikaga, muqomlarga bak qiziqatdim. Shunlashqa unuga qiziqib, uniki tarixini qanday chilish, bundaq izlatdim harqachon. Nemishki shu Nag'orsnay, uniki bir hikoyasi bor, rivoyatdek desak bo'ladi. Birinchidan men o'zim shu Uyg'urlarning orasida emas, chunki Olmaotada bundaq Uyg'urlar topayotgan mahalla borchi. Men o'zim Olmaota shahrida tug'ilib o'sib bo'lg'ach uchun men Uyg'urlar orasida o'smagan. Bizniki shunday bo'lib qolganda, men bola bog'chani tatib maktabni o'rischa o'qigandim. Meniki faqat tili emas, mentaliteti xiyolmi, amisi biroz rus tiliga ketganda, chunki biz oiladami o'zaro o'rischa so'zlardik. Shunlashqa men kichik vaqtimda, 6 yosh vaqtimda san'attoy bo'lg'ach uchun, san'attoydan keyin meniki shu momam bovam debdi, amdi sen cho'ng bo'lding, amdi sen biz amdi musulmon, sen nimaga masjidga borishimiz kerak debchi. Keyin shu men hozirgacha shu ismda bor. Men shu 6 yoshlik vaqtimda cho'ng dadalarim, kichik dadalarim, akalarim amisi keldi. Meni saharda akatdi, beshimga bunday do'p kiygizib. Shu do'stlik mahallasi bor, shu Olmaotada do'stlik mahallasi. Chunki burun Olmaotada ancha jiq masjidlar bo'lmagandi, shu Olmaota az bo'lgandi-chi, men kichik vaqtimda, sovet vaqtida azallar bunday parchalayotgan vaqtda, yaqinda. Shunlashqa shu Uyg'urlar turayotgan yerga, mahallaga olib, men shu eng birinchi qitim shuncha nurg'un Uyg'urlarni ko'rdim. U birinchisi. Ikkinchisi namozga qatnashib, bu yerda azonlarni, bundaq narsalarni anglab, birinchi martada hech qachon anglamagan. So emotional bo'ldi menga. Undan keyin namozni o'qib, ko'rsatib, bundaq boshqalar qaraysa, bundaq nima qilsa deb, shu namozni tugatib keyin ustida poytaxtda, shu masjidning darvozasida nag'ira chilish boshladi. Hozirgacha esimda bor, shundaq do'pida emas, bundaq to'p deydi-ku, to'pa. Bundaq nimasinki, cho'ng bovaylar nag'ir chilib, karnay chilib, ustida masjidning ustida, darvozaning masjidning ustida chilish boshladi. Men tushunmay qoldim, nima bo'layotdi. Men buni qarab shunday qiziqdim.
lekin meniki shu cho'ng dadlam aklam hamisi mundaq qo'lqitdi bo'ldi aldirash hozir yitda u shu vaqtlarda dam olish kun bo'lmagantichu nimaga yitlarda hozir bor bizda dam olish kun bor officially holiday lekin shu vaqtlarda bo'ldi biz chapsanaroq cho'ng uyga berib mavni uyga berib undan keyin xizmatga ishimizga borishimiz kerak meniki mundaq so'rab qo'lga so'rab yeyotdi men mundaq bichimda mundaq qarayapman nag'ir chilishqicha lekin undan keyin rost aytsam nimaga bormagan to'q lekin esimda qoldi shu keyin men 10 yosh vaqtimda shu 96-97 yillarda eng birinchi qitim vatanga chiqib Urumchiga mang'andiqchi biz Urumchida bo'lgandik Urumchida bundaq ko'chada turib o'sha hamisi urug' tuqqanlar cho'ng kichik aplar adli hamis birga turyapmizda qarasam bundaq duxmushda bir ochiq mashina mingyotdi ustidan nag'rasinay qarnay chilyotdi men bunda qarab I got flashback deydi-ku esimga keldi men mushuni angladimg'u aman kichik vaqtida mushika deb men kichik opamdan shu Urumchilikniki turayotgan kichik opamdan so'rab bu nima u nima maslab nima bo'lyotdi mayda u bundaq like why you interested in it nima bo'pti mayda nag'risini chilindi u kunda chilingan narsa nimishga shunday qiziqyapsa deb and they did not understand ha bo'lmaysiz men bir ikkisiz inglizcha qo'shatsam ular deydida nima uchun qiziqyapsa u bir oddiy narsa kunlik narsa bizga hech qanday nimasi yo'q men shundoq nimasi memories keldida meniki kichik vaqtimdagi shu burungi ko'mil qolgan shu chunki men maktabda o'qib u esimda chiqib ketdi undan keyin bir aplam ko'riblar hamisi flashback qaldida mushugu deb nag'risini ovozlari deb keyin shu opamni so'rab men izlab boqaycha Urumchini qaralab ko'rdim angladim bek yoqdi keyin har qachon biz har yilda boratdiqchi vatanga Urumchiga g'o'ja kiratdik shu Urumchiga borsam har qachon shu ko'chalarda nag'risini chilinsa meni yiningda bundaq teenager 12-11 yoshlik bola yiningda turyotdi ular 1 soat chasta men 1 soat turmaychi hech qanday faqat diqqat ularga ular to'xtamay chiqdi meniki ota-onalarim shu har qachon biz Urumchiga borgandik chunki nimasi tushunib beray shu vaqtlarda vatanda avval narsa bak azanchilik bo'lgandichu bizga qaraganda Qozog'istonda ular kiyim-kechak uyga amniz narsalarni uyga berib akelatdichu yo'l kirasi bo'lsa-mu amnim bilan bu arzonchilik bo'lyapti-da ular bundaq do'konlarni aralab men ularga qiziqmadim ular keyin bir qator esimda bor shu Shoshimin Davshimin deb Urumchidagi do'konlarchi ularniki namin tarafda biz o'tyapmizda u yerda nag'risini ochilindi men qarasam bo'ldi men mayda qolmay sizlar do'konga borsanglar beraveringlar men mayda turmay deb ular maqonda bo'lsa sen maydan ish qayerga ketma shu vaqtlarda undaq telefonlar meningda bo'lmagandi-ku kichkina vaqt sen mayda tu ish qayerga ruxsat yo'q mayda turaver deb u yerda bir restoranning ochilishi bo'lgandichu shu ular do'konlarni olinib 4,5 soat o'tibdi qaytib keldi men shu turayotgan yerdimi undaq turiblam anglatdimchu nag'risini shu undan keyin dedim opa men shundaq chalg'im bor men o'ginay deyapman men shunday gruppa achay deyapman deb iltimos qildim bu xiyollar kelganda qancha yosh shu hozir 11-12 yosh maktabda o'qigan vaqtda men o'ginay deyapman lekin ular deydi yo'q sen unga nim qilma diqqat qilma sen maktabda yaxshiroq o'qish kerak sen fizika matematika tarafdan chunqaroq nimasi diqqat qil deb chunki sen universitetga shu injenerlikqa tushunish kerak deb nimasi mening o'qigan kasbni ular talab qilgancha burun shunlashqa unaqa keyin shu maktabda o'qiganda bundaq biroz bisilib ketdi chunki imtihonlarga tayyorlik private lessons bundaq tayyorlik qilganimcha keyin universitetga tushib biroz yenigirak bo'ldi-da menga shu vaqtlarda vaqtimni biroz bo'sharoq bo'lganda bundaq vatanga berib bundaq ko'rib texmi qiziqib
men faqat muzika tarafdan emas, lekin o'qiyotdim. Torda izlab, kitoblarda izlab, qandaq asboblar, qandaq chilimdi, qandaq nima o'tadi. Keyin biroz unaqa qiziqib, tinglab, muzika izlabchi, kasetda, bunday kaset, VCD, CD'larni izlab, anglagandim har qachon. Keyin Алматыда shu Достук мәлісіде нағырчылар болғанды бұрын бувайлар. Олар ғужын шыққан бувайлар, олар кәсіби нағырчылар әследі. Оларны тепіп, еніға беріп, мен бірінші курста оқып атқан, бірінші елде оқып атқан университетті. Еніға беріп, мен үйгініп алай деп, мұшыдақ башланды менекі үгініш. Ola daydı biz 50 pədisdə çalımız, nağıra, bizdə sünə yox, qarna yox, biz faqat 50 pədisdə o faqat bir jürüş nağıra. 3 cüp nağıra bir dombaq, bir tayaqçı bilan urducu. Muşdaq 50 g'uvja pədisdə çalımız. Agar men onu ögünüp, yenigini berip, biz yitlarda çalattıq, mundaq. Yılda iş qıtım çalattıq. Роза итта, Коромовна итта, кейін немеше Наурыз байрамларда çalаттық. Мен оларға деген тем, шу вақларда вәтәнді мұдақ той түкінді да çalады, нағырсынай, қарнай мұба, нағырсынай дап çalады. Олар деді, әмді нағырсынай әсліде той мариксіті çalады, мұдақ чоң палиятләді. Мұдақ тойлаға біз чықаматтық бұрынчы. Кейін, менеке мұшу әйім, қандай десақ бұл, әмәлчі. Мен ойлаған немешқа біз мұндақ худы вәтәнді оқшаш мәйді чамаймыз деп, той түкіндәді. Біз мұшыдақ часақ вәтәнді оқшаш. Біз мұшу бір топ жығып, мен оқшаш балла, санаткерлер әмәс, кәсіби музыкантлар әмәс, өзлері студент, экономикс, банк тарафларда, инженер әр өзінікі кәсіпті, лекен музыка қызыққан, ұйғыр тарихиге мәдениет қызыққан балаларны әміміз біз әрқачан білі жығылып, тұтатан бір, яки да нағыра сынай, мен шу вақытада ғужеді нағыра чықтымчы, меніңді нағыры болғанды. Біз барас қызықып, өзіміз чілеп, мен өгенген ритмланы, ударланы, ұстыланы олағы күсітіп, біз білі чалаттық. It was like a hobby, мұндақ қызықып, қызыққыш, мәйді мұндақ кейін қызыққыштен біз өзімізнекі достарныкі тойлада, әсліде мұшыдақ башлады. Бізнекі достарның тойлада біз мұндақ чавайлы деп, яшла кәгенде, нағыр білен, қаршы алайлы, мемаланы қаршы алайлы. О, ешқандақ немесі қандақ дейді, пұлсыз ешқандақ немесі де, достарныкі тойлада. Мұшыдақ башлады. Grup uaqda o vaqtlarda, o 2007-2008 yıllarda o bu yüksel grup, muzak grup iş qandaq nəmisi bolmagan faqat muşu bir top balla yığılıplam dostlarning toylarda çilib, mundaq yitlarda çilib, mundaq ondan keyin muşaq toylarda mundaq mehmonlar keladi emasmi? Xaridor kirib qiziqib bizning to'yda mundaq chelab sanglar bo'lamdi, bizlarni chaqasaq, taklif qilsak, biz ma'qul chilib beramiz deb, undaq friends of friends deydi-ku, qandaq tonish balaniki chaqirish boshladi keyin mundaq bizga bir hech qanday pul bermas, biz aqchaga qiziqmadik-ku biz. Bu commercial, not commercial bo'lganda bizga mundaq bir paketda kompyut, ko'ynak, dopa bir narsani so'g'atqa beradi, bo'ldi shuning bilan-chi, biz unga rozi bo'lgandik. Keyin ba'zilar so'raganda, agar men sizlarni chaqasam, balanchi pul to'lab bersam, bo'lamdi, bo'lmamdi deb. Biz hamda qarasak, it's like wrote little bit for commercial way deydi-ku. Qanday biroz odamlar so'ragandan keyin biz men balaga dedim, balla agar biz shundaq u qanday deydi, qiziqib chalgan u birsi hobby. Agarda biz unaga pul alsak, u javobgarlik. It's a responsibility. So it's like a service.
Xizmat So, bo'ldi. da shu u vaqtda xizmat bo'lsa, agarda biz uni xizmatga burilsak, bizga mundaq durust kiyim-kechak, milliy kiyim-kechaklarni, do'plarni, yaxshiroq asboblarni ilish kerak, agarda biz shunday qilsak. Keyin u shu vaqtlarda men bolaga dedim, qanday qilamiz? O'tmizmi, shunaqa commercial waymi yoki mundaq davomlashtiramizmi hobby way deb. Shu vaqtlarda mundaq bo'ldi, bir necha bolalar qiziqishdan kasbiy shaklga aylantirishi aylanishi qancha yillarda bo'lgan, ya'ni qancha yil burun, qancha vaqtda? 2008 2009 2008-2009 tamam. 9 shu vaqtlarda men bolaga dedim, qanday qilamiz? Shu vaqtlarda bir necha bola dedi, yo'q bo'ldi, biz tamam, agar bundaq yig'asak chavayli, lekin biz bundaq to'y to'kinlarga chiqmaymiz deb. Chunki ularga qo'shimcha mashq qilish kerak, vaqtini bilish kerak, shundaq-ku. It was like my conditions, like yoki mudaq mashq qilamiz, to'g'richilab, chiroyli kiyim-kechaklarni kiyib xizmat qilamiz, yoki bo'ldi, yoki alishmaymiz, qanday. Shunlashqa shu vaqtda men bir necha bolalarni taklif qildim. Ular kasbiy dutatdan bir chilarchi, dutatdan bir ravab chavdagan kasbiy sazandalar. Ular bilan ko'rishib, kelishib, shundaq nag'riga bir ko'rsatib, o'rgansanglar, birga to'p ochayli deb shunday qilsak, xo'p, ma'qul kelishdik. Amin mashqlarni o'rinlashib, mashqlarni qilib, to'y to'kinlarga xizmat boshladi. U 2009-2010. Biz shundaq bir yarim yil to'y to'kinlarda chalatdik, Olmaotada Uyg'urlarning to'ylarida. Keyin qarsam, Xarida unodan jiqaroq so'rayotgandan keyin qanday desam bo'ladi? Biz to'yga kelamizmi? Undaq, kim nag'irchalar kim bog'u, karmay surmay chavadigan bolalar kim edi, nima edi? That was like a period when I start to think that we need to create a brand. Bizniki shundaq, kim bu bolalar bog'u, nag'irchalar, do'mboqchilar, karmaychilar qani. Shu vaqtlar men o'ylagandim, bizga mundaq bir guruhni qurilib yuksal emas, mundaq bir nimniki nam qo'yib, o'zimizniki mundaq naq xuddi muzik band bo'lsin deb o'yi bilan u 2011 yil biz shu maslahatlashib, shu vaqtlarda guruhga nom qo'yaylik deb, shu vaqt 2011 yil shu yuksal guruh deb ataq qo'ydik. Qisqacha tarix. Shu yuksal guruh qurilganidan yoqi 2011-12 bo'lsa. Shundaq. Vaqtida unda bo'lsa kasbiy chatqilay hozir 12-13 yil bo'ldi unda bo'lsa. Shundaq. Bolalar almashtirdi, chunki ba'zilar to'y qilib, boshqa xizmatlarga o'rinlashib, lekin u biz faqat to'liq nag'irsinaydi emas. Masalan, men shu vaqtlarda o'zimniki xizmat qilgandim, ishlayotgandim. Boshqa bolalar, lekin biz shu juma, shanba, asosan shanba kunlarda, to'y kunlarda to'ylarga chiqardik. Lekin o'zli boshqa bolalar yoki o'qiyotgan bolalar batdi, yoki bunda xizmat ishlayotgan bolalar batdi. Biz shu faqat shu dam olish kunlarda chiqardik to'ylarga. Lekin like more professional way. I cannot say that totally professional, like biroz bundaq cho'ng darajalikqa burunga qaraganda chiqardik-chi. Chunki yangi asboblarni elib, mashqlarni qilib, bundaqchi to'y to'kinlarda chiroyli chiqaylik deb. Chunki hamda har odam bizga qarayotdi-da, Uyg'ur madaniyat mushumi deb biz bundaq oddiy shortik, futbolka, bundaq t-shirt bo'lmaydi. Faqat bo'lmaydi. Shundaq. Chunki bizda javobgarlik bor-da. Agar biz o'zimizga qo'ydikmi, bo'yimizga Uyg'ur san'atni mangmiz desak, javobgarlik bizda bor. Shunlashqa biz bundaq mayli kiyim tikizib, mayli yangi asbob bo'lsin, mayli bizmi topgan pullarni, I cannot say that it was so profitable. Qanday biz dalamaymiz, biz milliondagi pul topganday. U bundaq dam olish kunlarda chilib, lekin jiq pullar asosan yangi asboblarga, bundaq yangi kiyim-kechaklar, milliy kiyim-kechaklar ketadi asosan. Shu keyin bundaq
qanday desam bo'ldi, more and more popular. Uyg'urcha qanday bo'ladi? Yordam berasiz Kavsar. Ma'lumot bag'asiga tipojik tarqaldi hisobda. Shundoq. Hamda birdan yillar o'tyotdi, biz texmo qanday tajriba sifatida bir vaqtlarda shu o'ylanib ketdim. Qanday desam bo'ldi, xaridalar jiq so'rayotdi-chu. Faqat burun masalan, yakshanba kunda bir ikki to'y bo'lsa, shanba yakshanba kunlarda shunaqa bo'lqavdida bir kunda 4-5 to'y bo'lyotdi masalanchi. Mayda ulgurmayapmizda. Keyin qarasak yoki uni chunqurroq qo'shimcha balani ilib davom ettirish kerak yoki qanday qilamiz? Shu vaqtlarda shu gruppa shu vaqt biz boshlaganda gruppada 4 odam bo'lgandi. Keyin qo'shimcha balani yig'ib soni 12 bal bo'lgandi gruppadachi. Biz shunday bo'linib bir vaqtda chalamizda xaridaga bog'liq. Agarda xarida so'rasa, men 12 odam birga chalsin desa, imkoniyat mumkinchilik bo'lsa, albatta kelib hammamiz birga chalamiz. Lekin jiqaroq o'sha yoq bizga 4 odam yetadi, 3-4 odam bo'lsa, shu bo'linib chalatdik. Tamam. Hisobda sizlar shu hozir kasbi, ya'ni qanday deymiz, xizmat jihatda xizmatni o'rnini ematdi. San'at orqali sizlar hozir jamg'a qotillik bo'ldi-da hisobda. Shunday. Meniki shunday. Ya, hozir shu o'zingizning ishlayotgan injenerlik xizmatini san'at orqali xizmat qilishniki, qanday deymiz, orliqda qancha yil bor, qancha yildan keyin ma xizmatni tashlab ayin yanbirsiga san'atga yutgandi. 2 yil bo'ldi. Men 2 yil 2011-yilda oxirgi shu kontrakt bo'lganda oxirgi yilchi 2012-yilda prolongate kontrakt qilmadim men. Bo'ldi, men ulgurmayapman. Bo'ldi, men faqat shu u faqat to'y kun emas, chunki men o'zimga amal qo'ydimchi. Biz shundoq endi o'zingiz qo'llab boqqan 2011-10-yildan tortib 12 yil bo'ldi. Faqat shu to'y kunda o'tamdi debchi, men o'zimga savol qo'ydimchi. Bundoq bizniki qanday desak bo'ladi, limit qanday deydi? Limit mushumo deb to'y kunda o'tamdi debchi. Shunlashqa men o'zimga maqsadimni biroz o'zgartirdim-chi. Men qanday qo'lladim, biz shu Qozog'istondagi Uyg'urlarga emas, biz biroz bundoq cho'ng sahnaga chiqsak, imkoniyat bo'lsa chet elga chiqib, shundoq nag'irsinay tunishtirib, chunki qanday desam bo'ladi, men shu 12-15 yilning ichida faqat chilish emas, men jiq research yordam beramsiz? Kavsar? Ya, shu qanday deymiz, o'qib nurg'un research qilgandim, o'qigandim. Asboblar to'g'riliq, tarix to'g'riliq, qanday chiqdi, qanday bo'ldi, nimishga mundaq o'zgardi, nimishga faqat to'y kunda o'zgardi. Chunki shu nag'ara karnay aslida burun Uyg'urlarniki harbiy asboblari-chi. Ular xabar berish, to'y kunlar chamagan. Faqat shu harbiylarda mundaq emir beklarda ordixonlar chalgan asboblar-chi. Uni qanday to'y usullariga o'zgardi, amisini research qilib, nimasi uningdan bo'yan boshqasi, masalan, qiziqatdim, nimishga Qashqarda shunday stil, nimishga Turpanda shunday chaladi, nimishga G'ujida shunday chaladi. Hamma shaharda men uni demadim, men shu 2008-2012 oralarda vatanga berib, Qashqarga berib, Qashqa ustozlarga berib, shu shagird usta shagird sistemdacha o'rgandim. Meniki akademik musician bo'lmasimi, meniki shu usta shagird sistem bilan o'rganib-chu, ustaning yonida yurib, turib, Qashqarpadisini o'rgandim. Undan keyin Turpanni berib, Turpanda necha oy turib, Turpanda o'rgandim. G'ujida shundoq
Qumuvda, Kuchada, ama onu aylanib, mush 4 yilning ichida har yurtdagi mujaq o'zgacha chalg'an stillarni o'rganibchi, uningdan hikoyalarni anglab, burun qavlatdan avlat qanday chiqdi, mundaq rivoyatlarni anglab, mundaq jiq research qilgandim. And mushu at that time I wanted to share with this experience and this knowledge. Onu qanday bo'ldi. Öğrengen tecrübeni, bilimini başkalarına ko'rsatishni tirishqana. Shu. Chunki shuncha bilim izlab, shuncha materiallarni tepib, o'qib, uni keyin meniki mushu to'y to'kin bilan tugamdi deb o'ylagandim-chi. And undan keyin bo'ldi, men bir vaqtlarda rost aytsam ulgurmadim. Chunki meniki men mushu o'zimniki Yüksel grupida ham chalg'u, ham chalg'uchi, ham rahbari, ham administration issues, ham accounting, marketing, advertising, everything in my responsibility. Unaga bo'ldi, agarda men uni mushu o'zimni xizmat ishlatgan ishlarni chiqib, to'liq o'zimniki vaqtimni mushu Yükselni texmo yükselishtirish desak bo'ladi-chi. Vaqtimni bilsam bo'ladi deb o'zimniki bir task qo'ydim-chi, aims. Chet ellik sahnaga chiqish, mushu Qozog'istondagi eng mundaq cho'ng darajalik jumhuriyatlik konsertga qatnashish masalan-chi. Mundaq task qo'ydim. And Xudo shukri, mushu 2 yilniki eng mushu yuqori qo'ygan amallar yetkazibmiz-chi. Maşallah. Shunlashqa bak keyin meniki necha yil burun mundaq arzu armonlarim-chi, biz mushunaq sahnada chalsak, masalan biz Qozog'istondagi mundaq cho'ng konsertda qatnashatdik. Lekin it was like a background, you know, arkasida turib, qarnarini turib, mundaq yoki oldimizda mundaq famous artist naqsh aytib, qo'shimcha sahnaga chiqqanlarga biz arkasida qo'shimcha bo'lyapmiz-da. Endi meniki mushtaq arzu armonim bo'lgan, agar biz mushtaq sahnaga chiqib, Yüksel gruppi deb o'zniki nomerni tayyorlab qolgan mushtaq arzu armonim bo'lgan-da. Shunlashqa shunaqa rost aytsam, jiq vaqtini men energy, time invest jiq qo'ydim-chi. Xudo shukri, bu yil biz amalga yetdik. Nimaga shu yilning 5-ida bir cho'ng konsertga qatnashdik. U bizniki ayrim shu Yüksel grup deb, shu yerda president's level deymiz. O'zlariniki chaldinglarda. Shunaq. Nimaga ko'rgizuvchilar, nimasi president, another all like high names level deymiz-ku. Shunda konsertga qatnashdik. Bizniki ayrim Yüksel grup dedi-chi. Keyin eng meniki arzu armon edi, u mushu Yevropa yoki Amerikaga chiqib, biz shu sahnada Nag'irsunay o'zimizniki shaxsiy konsert, festival o'xshash emas. Chunki biz burun masalan Rossiyaga, boshqa yerga kelatdik. U yerda bir kunlik konsert bo'lsa, bizniki performans 3-5 minutlik. Qozog'istondagi mushu mana Qozog'iston bayrog'i bor. Bizniki sahnada 3-4-5 minut chalg'ani bo'ldi. Next bo'ladi-da. Meniki shu arzu armonim bo'lganda qaytadan davatmay kechirsiz. Biz Yevropada yoki Amerikada biz o'zimizniki shaxsiy konsert qo'ysak, masalan 1 soatlik, 1,5 soatlik, chunki pardon, for repeat these same words. Chunki Dolan diyarga berib, Turpan diyarga berib, Qumov diyarga berib, o'rgangan narsani kimga ko'rsatma masalan.
Мәді той түкінді өйге қызықмайдыған адам yok. Той түкінді болды, дараң дұрып қыпесаңла болды. Яшла кіргендің кейін дара дұрым қыпесаңла болды. And I wanted to share with this all experience, with this all knowledge. Оныға бізнекі мәсіна, менекі мұнда қиял, арқачан қиял бешімді болған те, біз мұнда концерт программ қысақ, 1 саатлық, 1,5 саатлық, или пәдісі, атушның пәдісі, хотен мәшіріпе, Турпан Назырком, Қашқа Самасы, мұнда оныкі чіліш вә чәндіріп берішчі. Мұнда бір чебеті, азыр сіләнің құзырынға Қашқадыке, мұшы сама, нағырсы сама осылы, мұнда едгақна аудыда, ет пәлетлерді чаудыған музыка, мұнда осылы ойнайды, мұнда пеқрайды өді. Сән құзырынға бір пәді чебет айлады, 4-5 минут там чебет епчі мұшыда. Мәселен шо мұнда? Әмді мұшу Құдақ шүкіре биыл біз мұшу 3-ші айда Свиц Женеваға бардық. Женевадан мұшу бізнеке шақси концерт, бір күндік шақси концерт болды. Шыныға біз тайырлық қылып, текімі emotional болып, шу арзы арманыға еттік. Çünkü biz şehir kırganda bizniki şu şehrin içinde advertising banners, Yüksel Group, 17th of March, şehrin mesela ilanba, tickets, everything, and we really was appreciated and so glad that we finally get this purpose and this aim. Hem de muşu tunacaqdan çatdal çıkıp üzanlarının namını asıda sahneni bütünle üzanlar üstünlağı elip çet. Buğanın üzü hesapta bu İslamiki küstüme degen xalqan sənətini kürdüğün izləyən adamlar var. Menimce şu təşviqatını toxtumaklı və sanlar üzanlar mesela torlarda, sosyal medyalarda şu internet toxumu yoxurduğanken toxtumaklı və sanlar menimce bu çatdallarınki de bulanmı izleydi. Çünkü muşarda kürdüğün programlarına yılıqı Central Asya'nınki, Asya'nın başka milletlerinin Japonlarla bulamda şeylikten masadan kiyip durup oyunu koyup durgan aslanımı Avrupalarda mı? Menimce hazır muşu Ceneva'ya barıp qığınında sana birinci kadmanla ama onun da arkada yana kevatkan mın fırsatla bağlı koyuş. Rahmet. Ama koşulgan bina yana işki sualım var. Hoş, Labey. Bu zaman programınki ahırga yakınlaşıyordunuz. Birinci sual, sizinki hazırma sizin engineerlik, yani matematika, şu texniklik kəsbinizdeki oxuyanasınızın təcrübəsi muzikaya boğan təsiri var olmasından. Çünki mən anlığan nəslərdə engineerlik adamlarınki muzikaya boğan göz qarşı başqa kəsbin kirib qalğanınkiga azaq fərqi var anlığan. Sizge bu şu təsirdə fayda oldu mu engineerlik oxuyanınızdaki, ya bu engineerlik logika qalğanınızdaki müzik çalışqa fayda oldu mu, ya ziyan oldu mu, ya fərqi oldu, yəni bir uzun boğan təcrübəsizlər qalsanız. Əmdi menimcə qandaq təsir oldu? I've got the profit desək oldu. Faydılıqı. Meniki engineerlik, yani after that career, I was a PM, project manager. And meniki muşu, I focused not on performance. Qandaq. Mesela başqa bizdeki grupdaki başqa bala qaraganda men ən birinci dərəcəlik nağrıçı emas mesela. Ən birinci dərəcəlik karnaçı emas. Menidin keyin kelgan balamı mening çalğı tərəfdən ütketken balla baçı. Lekin meniki responsibility, it's a strategy. I use project management tools, schedules, calendars, communications. Çünkü biz mesela ben özümge test koydum mu? I want to join for government concert. Onun taraf kendim gerek. Qadamdı yazgan küçük task var.
Ondan keyin meniki jiqaraq mushu accounting, hisapçılık. Çünkü bizniki yüksel grupa, o şahsi grupa bolsa-mu, bizniki like we officially registered as a company, we pay tax. Şirket, official şirket bar şu bizdeki. Şonlaşka tax, accounting, bills, everything. Menin tarafından bu da. Social media advertising, publishing. O men özümge muşu responsibility aldım. Men özümge maksatını koymadım. Men en birinci təcrüblik nağırçı bolama, yaki en bir derece sönatçı bolama da maksatını koymadım. Meniki maksatım muşu özümdeki grupunu fakat grupunu emas, muşu nağırçına sanatını, medeniyetini bir nimige like a world stage-ga yatkizsam. It's like highest stage. Of course, it's like it's divided from small steps, like be the most famous, popular and group in Kazakhstan. After that, be recognizable on Europe and USA. And after that, azazdan. Şu. Lekin mesela men texnika tarafından back ondan çamasam mı? Lekin meniki experience men neçe yıl bo'ldi mesela Qumuvda bir neçe turib o'rganib qaysi meniki knowledge bor da, knowledge qanday desam bo'ladi, bilim bor, tajriba bor. Qashqat tarafı Yarkat tarafı muqam tarafniki mushu xana anglabmi, bunu Nava muqam, bunu Chabayat muqam, bunu Dulan muqamniki mushnaq bayavan deb maybe it will be not so like but it seems qanday desam bo'ladi, tinchlik emas, lekin men o'g'richa rassam o'qimayman-chi, bilmadim sizni. I collect a huge luggage of this experience and knowledge with traveling, with show. And I'm ready to share with this information every time. Әрқачан мен yolunu izlavatmaya. Meyli Almatı'da workshop bolsun, masterclass bolsun, presentation bolsun, muşnaq sohbetler bolsun. Әрқачан men yolunu izlavatmaya. Bir iltimas bolsa men texmo xoşal bolmaya. Яки мындaq başqalarga mındaq konferans bolsa, konferans qatnaşma, presentation bolsa, bir məktəblərə berib, mındaq gruplarga berib, özümdeki presentation qilishqa, mushu nağırçılıq, karnayçılıq tarixini söylab berməkçi. It depends on topic. Agar hesapta keçiron, aşu yıllardan, aşu neçə yıldan yaqı battanı çögülab to'g'ri qilib hesapta yig'ib kelgan bilim, yo bo'lmasa boshqa chevatgan, anglagan rivoyat, muzika, har qanday narsaniki yig'ib kelgan bilimni hozir bir chekka yetib, buni endi men boshqalarga anglitishga tirishmaydigan hissiyotda numatsiz hesapda. To'g'ri. Shunaq desam bo'ladi. Bagajni ko'tarib. Shunaq. Qo'shimcha eng oxir savol. Çünkü Uyg'urlarnikida bizniki masalan o'sha kommunizmniki, ota-onamizniki masalan, ular kommunizmniki ya bo'lmasa shu inqilobiy vaqtlarniki, inqilob urushiniki vaqtlardan psixika ta'sir bo'lgan narsa, bu kasblarning orasida injener, doktor ya bo'lmasa advokatlar aqdo degan kelbadi bularda. Unda qog'ozlar bekarda. Siz injenerlik o'qib masterlikka erishib, o'sha xizmat, project manager xizmatlarni ishlab qilayotgan odam muzika san'atga yetkazganga ota-onangizning ko'z qarashi qanday bo'lgan? Bak norozilik bo'ldi. Rost aytsam, men ishdan chiqqandan keyin they were shocked. Sarangmo, sahmo, salamatmo. Albatta, because they compare on finance issue. Albatta, masalan, men mushu yüksel grup bilan xizmat qilib topgan puli, men project management bilan o birda 10 mo desakmi kamaydi-chi. Chunki men
Yüksel'de bir yılda hizmet kılıp, tirişip, жүгіріп қалған pulum, men project manager'da bir ayda çık bolsa işe ayıp tapmap bolçu. Ama qosaq qo'ymagan biror ro'yma so'ydida xotin xizmatda. Şundaq, lekin men şundaq adamda qanaqa desam bo'ladi, agarda ko'ngil xotirjam, namada ko'ngilga rahat bo'lmasa, u qanaqa desam bo'ladi, Turpanda bir maqol bordi, angladimchi, Turpanda bakyaxda mana bu degan tipildi, ko'ngil degan tipilmaydi degan so'zlarchi. Turpanliklar shundaq deydi. Shu rostdan shu injenerlikdan o'qib, meniki o'qim 10 yil bo'ldi, u az emas, shu 10 yil o'qish. 2 bachelors, 2 masters, undan keyin meni o'qiyotgan nimasim ancha yaqin bo'lmagan-chi, rostdan. Injenerlikka o'qandim, qilatdim, ishqim kirib, shu office like t-shirt, white shirts, this corporation deymiz u. Baribir men dushanba kunini jumagacha ishlayman, like a camp, like a prison, you know. Gap yo'q, bu tarafdan gap yo'q. Social nima insurance, hamma tarafdan gap yo'q. Lekin ko'ngil bo'lmaydi-da. Men shanba yakshanba kuni qachon bo'ladi? Men dam olish kuni emas, men to'yga chiqib, shu Uyg'urlarning orasida bek shu ko'nglim rahat bo'lgan-chi shu vaqtlarda. Umum o'xshashmi, masalan, universitetda o'qiyotganda vaqtida men ta'tilni saqlab turadim. Ta'til qachon boshlandi, men imtihonni chapsanroq topshirib, vatanga berib kelsam deb. Chunki ta'tillikimiz shu 4 hafta, 5 haftalik ta'tillarda yoki Qashqarga, yoki Turpanga, yoki bundoq ketadimchi, bir so'mga ketib, chugilib, o'rganib, o'qib, bundoq nima qilgandim. Shunlashqa, I think that I'm a happy person because I'm doing something like which is absolutely what I like. Meniki hobby, meniki azir xizmatim bo'lyapti. Shunlashqa bek o'zimni bek xushal odam deb hisob qilyapman-chi. Eng muhimi shu. Bizim programımızın mimiyeti aşılışıdır ama en ahırsı yüksek grupni izlashni xohlagan odamlarga nalardan sizlarni topadi, shuni bir so'zlab bersangiz, Instagram, Facebook, YouTube lamdashlarning topalaydiganini siz deb biring, sizni izlaydiganga. Topalaydiganmi? Aha. Anikin oxirisi sizlarniki bo'ldigan kelgisida bo'lgan sizlarniki qo'yilgan o'yinlaringlar bormi, ashuni so'zlab biring. Anikin shu yerda bizning program vaqtida bo'ldi. Hamda bizniki Yüksel grup, amiyada mayli Facebook bo'lsin, mayli Instagram, YouTube'da bir xil Yüksel grup deb men mayda yozib qo'ydim. Va Yüksel grup every social media o'xshashlam. Keyin bizniki shu yil konsertlar menimcha men texi plan qo'ymadim. Kelajak yilga nasib etsa, chunki shu Jenevadagi qo'ygan konsert bizga biroz qanday desam bo'ladi, biz unaqa shuncha jiqtarlik qilib qolgan narsalarga biroz bo'sh qoldik-chi. Shunlashqa men hozir bu yil konsert emas, kelajak yilga texmo chunqur tayyorlik qilyapman. Men demadim, men shu bir hafta bo'ldi vatandan qaytib kelganiga. Vatanga bir keldim. Shu jihadamlar bilmaydi uni. Men Turpanni berib, o'zimniki burun o'qiyotgan ustozlar bilan ko'rishib, bir yangi asboblarni 10 nag'ara, bir do'mboq, bir sunay Turpandan keldim. Qashqarga berib, o'qigan ustozlar bilan ko'rishib, u yerdan bir jurish Qashqardagi asboblarni keldim. Chunki nima biz shunaq turib, chunki men 2009 chunki men burun borganda 2008 bizniki bundaq recording mumkinchilik bo'lmagan-chi. Hozir meniki maqsadim men berib, bundaq rekord qilib, video tatib, ahan tatib, yezib, meniki material yig'ish maqsadi bilan bordim-chi. Biz shu Turpan nag'ramonishini ilib,
rekord qilib, ularniki mashq qilib, o'rganib, milliy turaq bilan shu, milliy naq turpanniki, naq qashqaniki o'niga tayyorlik qilib, o'rganib, mashq qilib, kelajak yilga texmo o'sha chet elga chiqib boqay deyapmiz. Maşallah, menimcha bu ishlarni bo'ldi. Rahmat, shu o'yinga kirib sizlar bergan. Men bu o'zimning madaniyatga bo'lgan, shu musiqa san'atlariga bo'lgan qiziqishim texmo siz bilan so'zlashib, qiziqishim texmo ochdi. Menimcha bizga shu programma qatnashgan mehmonlarimizga o'xshash hissiyat berdingiz. Bugungi programma o'sha yerda oxirlashdi. Men Kavsar Kurash, sizlarning bugungi riyosatchi, bizningki mehmon Nazim Abdurem, Yüksel Grup'ning qurg'uvchisi ham muzikanti. Sizlarga ko'p rahmat, ko'rishamiz. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.